Güzel qızlar, tunji qitimliq ovozli vlogimga xush keldinglar. Bugun men sizlarga singlimning qishga borgandagi singlimga jinsin bergan holatlarimdan bahrilab keldim. Singlim mendan 9-20 yosh kichik, bu yil Dashuning 1-yilligida o'qiydi. Roziyatda tunji qitim uyda bo'lmagan vaqtda ukamning ko'nglim shunchalik yerim yetgunsi. Shuning bilan atslom biletni oldim. Men 3-chi kuni mana kep bo'ldim. 5-20 soat aeroplanda o'tirib ketdim. Singlim yeşillarni bek yoqtirdi emas, men shu yeşillarni gul qildim. Aytliq so'g'atliqni men maktabdan adreslarim saldigan unim o'zim kep avlib, ukamga telefon qildim. Singlim adigan yozbek izda ketibdi meni. Hey, yaxshimi? Yaxshi. Oxiri chiqibsiz-a? Nadsiz. Yog'i meylanni izditib. Oshtama, meni izdidanglarmi? So'rab baqa. Ukam sen nada? Men yotoqda. Qo'ydiron keptikan. Ishtik cho'sh. Oldi ekansan. Qo'l. Xo'sh. Xo'sh. Qizlarma chiqqan oldi. Ko'rib-chu ko'zi ishonmay og'zim tutiblam qoldi. Ish qilib machadi qo'yajan. Chiroyim to'nimidi jimon. Qaylanlar chiqib solis qoladizlar. Men baxo'shib ketdim, yig'lishib ketdik. Opamning o'z qo'li bilan atgan tomoqlarni olib kelgandim. Yeb, kechtis aylanib, uxlab ukam bilan ats darsi botdi, sonimi chiqib ketdi darsga. Qashqadan so'g'atliqlarni olib kelgan yotoqdoshim shunchalik yaxtudi, uch yotoqda ish botdi. Andin kunduzi, ya'ni men maktabni bir oylanib o'tib, sonimning darsi botdi. Tog'amning uyiga mangdim, tog'amim ishada emasmi? Achamlar bilan Acamna bek umaq bir qiz ba qizlar. Chet-ellikning o'ziga o'xshaydi, ko'zning ranglaridan tatib, Maryam opamning aytgan tomoqlarini yeyib, qalamni birdan tutib, andin bularning yana bir shaharga olib qo'ymoqchi hozir. Tag'am mashinani haydab keldi. Sonlimning maktabiga berib, sonlimni ilib, andin birga ketamiz. Qizlar men cho'qim degansan, qo'nchoq qilish unutqanmanlar. Qo'mang diqqat qilish unutqanmanlar. Budaligi yangilik mallarni chiqarib berma qizlar. Xayr xo'sh.